nafaqat ozasiz, shunaqangi darajada sog'lomlashasiz, hayron qolasiz. Yana bitta qiziq narsa, ko'pchilik dieta deganda strogi narsani tushunadi. Mumkin emas. Men eng oddiy dietani o'rgataman. Mana shu o'zim sinayotgan va eng qiziq faktlarga asoslangan dietani aytaman. Hayotingizda umuman ovqat ratsioningizdan 40 kunga, bor yo'q 40 kunga ikkita narsani chiqarib tashlaysiz. Mana shu 40 kun muddat ichida shu ikkita narsa sizga zahar deb qabul qilasiz. Ya'ni siz uni bo'ldi, zahardan qanday qo'rqsangiz shunday qo'rqishingiz kerak. Bor yo'q 40 kunga. Ya'ni bu shakar va un. Demak, shakar va unni hayotingizdan chiqarib tashlaysiz. Shakar deganda faqat shakarni tushunmanglar. Shakar deganda shirin ichimliklardan tortib, pirojniy, nima shirin bo'lsa mumkin emas. Nima shirin bo'lsa, hattoki mevalarning ichida o'ta glyukoza, starfil, saxarozasi ko'p bo'lgan uzum, qovunlar ham mumkin emas. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'ta shirin mevalar ham mumkin, anjirda ham juda ko'p. Demak, o'shalar ham mumkin emas. Yoki kam miqdorda yeyish kerak bo'ladi. Nu asosan shakar bilan unni cheklaysiz. Shakar bilan unni cheklagan odam 40 kun cheklab ko'rsa, hayot bugundan kiriting shu narsa. Bugundan shakar bilan un yemang. Ya'ni unli narsa umuman cheklaysiz, shakarli narsa umuman cheklaysiz. Nafaqat ozasiz, shunaqangi darajada sog'lomlashasiz, hayron qolasiz. Eng katta foyda bosh miyaga bo'ladi. Tushunasizmi? Eng katta foyda bosh miyaga bo'ladi.